Minglari. Qirolliksiz qirol. Ssenariy mualliflari Bill Motz va Bob Roth. Tom Maggart va Eric Darnellning Madagaskar multiplikatsion filmidagi personajlarga asoslangan. Voy, men sakrog'ichman. Moris, sen ham sakra. Bajonidil sakrardim, Mort. Qirol ko'nglini olish uchun qiladigan yumushlarim uqdingmi? Baribir kulgili. Kel, bir marta sakra. Mayli. Qo'ymading-da. Ey! Bu yomon fikr ekanligini bilardim. Voy yo'q, faqat bu emas. Taxt! Voy oyijon. Men yelim olib kelaman. Yeyish uchunmi? Yo'q. Yaxshi, yelim 1-2 soatda qotadi. Keyin bunga bizning aloqamiz bo'lmaydi. Hozir asosiysi, qirol Julian o'z taxtiga yaqin yo'lamasa bo'ldi, xo'pmi? Azizlarim, Men sog'inib ketdim. balki kimdir sog'ingandir. Shohona sayringiz qanday o'tdi, hazrat oliylari? Moris, bu hayvonot bog'i g'aroyib narsalarga limon ekan. Har bir o'rindiq ostida tekin saqich bo'lishini bilarmiding? Qarab tur, hozir pufak chiqaraman. Uni o'zingga olib qolishing mumkin. Xo'sh, qorong'i chiquncha nima qilsam ekan? O'z taxtingizda o'tirishingiz mumkin. Gapimni qaytarib oldim. Yoki siz suzishga, sakrashga yoki raqib suzishga borishingiz mumkin. Likillab o'ynang, qilpillab o'ynang, o'yin kulgi Men qiling. o'yin kulgini doim qoyilataman. Lekin hozir Mort menga qanday ulug' qirolligimni eslatib yuborgani uchun sevimli taxtimga o'tirmoqchiman. Taxtim, mana ketyapman. Yo'q, hazrat oliylari, kerak Nima emas. kerak emas, Moris? Shunday ajoyib taxtga o'tirish zavqidan bebahra qolish kerak emas. U toshlik qattiq umuman sinmagani. Nima uchun sevimli dumni avvalgidek joylashtira olmayapman? Taxtim sinib qoldi. Qarsillab ketdi. Butunlay sinib ketdi. U tamom bo'ldi. Qirollik taxtimni kim sandirdi? U juda qadimiy taxt edi, g'ichirlardi. Balki o'zi sinib qolgandir. Kim biladi deysiz? Men bilaman. Buni biz qildik. Voy. Demak, uni sizlar sindirdingizmi? Lekin tasodifan O'sha bo'ldi. tasodifni sizlar ataylab uyushtirgansiz. Bunga ishongim kelmayapti. Sizlardan hech qachon ko'p narsani talab qilmaganman. Ammo siz nodonlar qirollik hokimiyatimning eng bebaho timsolini yo'q qildinglar. Voydon! Tojingiz emasmidi? Qirolda hukmronlik timsollari ko'p bo'lishi ham mumkin. Endi nima qilishim kerakligini bilaman. Qisqasi, qirollikning bu qismi men bilan, meni shohona buyumlarim uchun, bu yarmi esa sizlar uchun. Lekin bu yarimidan kam-ku. Menga yoqyapti. Albatta kamroq, Moris. Axir men yolg'izman. Sizlar esa naqiqtasiz. Demak, bizga ko'proq bo'lish kerak, sizga esa kamroq. Qirolda kam bo'lishi mumkin emas. Qonun shunaqa. Bundan chiqdi, siz tomonga o'tishimiz mumkin emasmi? To'ppa-to'g'ri, janob. Siz ham biz tomonga kirmaysizmi? Kirib nima qilaman? Axir u yer kichkina-ku. Bilasizmi nima? Unda bu zo'r. Endi Mort bilan vaqtimizni ajoyib o'tkazamiz. Lekin men Endi dam olamiz, o'yin kulgi qilamiz, balki bazm ham uyushtirarmiz. O'yin kulgi qilishni xohlaysanmi, Mort? Juliani taklif qilsak bo'ladimi? Yo'q. Yaxshi. Ochig'ini aytganda, ikkalangiz ham meni usubimga to'g'ri kelmadingiz. Men sizlarsiz ham o'yin kulgi qilaveraman. Sen quvlaysan. Yo'q, men emas sen. Sen quvlaysan. Darrov quvlash mumkin emas. Yo'q, men quvlamayman. Chunki uydaman. Bu yerda hech qanaqa uy yo'q. Qirol uchun bu uy. Qirol hech qachon quvlamaydi. Bo'pti, mantiq bilan tortishib bo'lmaydi. Nima derdim? Bu yomon. Salom do'stlik sevar pingvinlar. Bir narsani so'ramoqchi edim. Menga sut alvzi so'yib bera olasizlarmi? Briko, so'yib ber. Marhamat o'zingizdan. Biz telbavor tabassum bilan xizmat qilamiz. Ha, yaxshi, rahmat. Yana bir gap. Sizlarga buyruq bersam maylimi? Hech bo'lmasa jindagina. Yo'q, keyingi savol. O'tirib so'rayman. Hukmronlik qilay desam hech kim qolmadi. Mort bilan Moris meni tashlab ketdi. Seni tashlab ketishdimi? Ha, ularni quvib yuborgandan keyinoq. Najila akam aytganidek, hayot tomonda sayohat qilaman desang, qayig'ingda do'stlar bo'lgani yaxshi. Voy! Qayiqda sayr qilgani chiqamizmi? Yaxtasi bor yangi do'stlarim turganda, Moris bilan Mort kimga ham kerak? Menimcha oddiy askar Moris bilan Mortni eng yaxshi do'sting deb aytyapti, lekin biz emas.
Maris bilan Mortni qayg'i yo'q. Ular kimga ham kerak? Ular senga kerak. Kim? Maris bilan Mort. Yo. Menga qayiqsiz do'stlar kerak emas. Qayiq haqida uni. Tezroq do'stlaring bilan yarashib olishing kerak. Yo'q, endi o'sa ikkovga hatto yaqinlashishni ham hech qachon xohlamayman. Meni sezgir dumim shu atrofda quvnoq raqslar boshlanganini his qilyapti. Bert, ha, ro'yxatda borsa. Qani kir do'stim. Qo'yil. Yer yong'oqlar qani? Yo'lak bo'ylab chap tomonga yur. Rahmat. Butun boshli itingni u yerga qanday qilib sig'dirishdi ekan? Ichi biz o'ylagandan kengroq shekilli. Bazm qiroliga yo'l beringlar. Shoshma og'ayni. Ro'yxatda bor yo'qligingni tekshirib chiqishimiz kerak. Bazm qiroli yo'q. Ro'yxatda yo'q. Shoshma. Qirol Julianmi? Menda bor. Ha, bu menman. Ha, sen mutlaqo kiritilmasin deganlar ro'yxatidasan. Nima? Menimcha bu qandaydir bema'ni anglashilmovchilik. Hech qanaqa anglashmovchilik yo'q. Sizni jon deb taklif qilgan bo'lardik, to'g'rimi? Jon derdik. Ammo bizga o'zimizga tegishli tomonda qolishimiz kerakligini aytdingiz. Siz esa o'zingizga tegishli tomonda. Shunday ekan, ilojsizman. To'g'ri tushunasiz. Qo'y, menga ko'zingni buncha javdiratma. Axir buni o'zi boshladi. Bu aql bovar qilmaydi. O'zim katta bazm uyushtiraman. Unga son sanoqsiz do'stlarim keladi. To'g'rimi? Meni son sanoqsiz do'stlarim. Mayli. Xo'sh bolalar, endi bazmga tayyorgarlikni boshlaymiz. Men pufaklardan jonivorlar yasayman. Bu chuvalchang. Bu kapalak qurti. Qaranglar, bu gicha. Bu esa ezib tashlangan chuvalchang. Holbuki Ertaga barvaqt turishimiz kerak. Nima desam ekan? Bir narsani shoshilinch hal qilib olishimiz kerak. Pingvinlarning ishi. Mayli, yaxshi qol. yolg'on gapirishga hojat yo'q. Meni hech kim yaxshi ko'rmaydi. Yo'q, bu unchalik ham Xuddi o'zimni yaxshi ko'rganimcha. to'g'ri. Bu gaping rost. Menga qaranglar. Aqalli oddiy bazm ham uyushtira olmayman. Yaxshi. Taklif qilganing uchun rahmat. Xalq kuylari festivali operatsiyasini boshlaymiz. Hamma narsa deyarli tayyor. Endi bazmni boshlasak ham bo'ladi. Yashasin! Faqat mehmonlar ro'yxatini tuzsak bo'ldi. Buni o'zim qilaman. Yaxshi tanishlarim bor. Lekin hamma Mort bilan Marisning yonida-ku. Yo'q, meni ko'plab do'stlarim bor. Ular meni uyaltirib qo'ymaydi. Qani, hamma raqsga tushsin. Raqsni kim boshlab beradi? Menmi? Do'stlarim ko'p deganingda sen shularni aytganmiding? Chinakam do'stlarni aytyapsan deb o'ylabmiz. Ammo ular chinakam do'stlarim. Dengiz tish shifokori bo'lishni xohlaydi. Lekin Emil buni uddalay olmaydi degan fikrda. Qanaqasiga jenista orzularini poymol qilishing mumkin? Meni kechir, Emil. Mutlaqo haqsan. Hech qachon tortishmasligimiz kerak. Axir biz do'stlarmiz. Hech qachon tortishmaymiz, urushmaymiz. Buni bir ko'rishing kerak. G'amgin ko'zni ham ola kel. Qani marhamat, gataklardan olinglar. Keyin menga. Voy, rahmat. Qornim to'yib ketdi demanglar. Voy, Rozalita, nihoyat kelding. Rozalita, o'zim rosa saddodsan-da. Endi men bilan albatta raqsishing kerak bo'ladi. Qirol, Mutlaqo aqldan ozgan. Jinni bo'lib qolgan. Do'stlarsiz shundoq ham Mort ruhiyati xuddi yerga tushgan sopol idishdek chil-chil sinib ketdi. Endi uni yamab bo'lmaydi. Yamaganing bilan izi qoladi. Julian ham tamom bo'ldi. Riko. Endi qaytib odam. Voy, rahmat. men shunchaki aqlini kiritib qo'ymoqchi edim. Bunday bo'lishini Sizlarga xohlamagandim. o'zingiz o'ylagandan ham ko'proq muhtoj, Maris. Ketdik, Mort. Yur, uyga qaytamiz. Voy, Mort, Maris, meni bazmimga keldinglarmi? Bu yerda qiziq bo'ladi deb o'yladik. Ajoyib. Lekin mehmonlar ro'yxatda bor ekansizlarmi yo'qmi bir qarab ko'raychi. Bo'ldi, tushundim. Yalinib yolvorishimni xohlayapsiz. Yo'q, ovora bo'lasiz. Sotmanglar. Ketib qolmang. Ro'yxatda borsizlar. Qaranglar. Ko'ryapsizmi? Bu sizlar. Bu esa men. Dastini sindirganingiz bilan hech kimnisi yo'q. Chunki biz yana do'stlarmiz. Ha, mayli. Yashasin. Bazmimga xush kelibsizlar, Maris. Endi qirolligimni, menga tegishli qismini ham o'zingizniki deb hisoblanglar. Marhamat qilib, Jenis bilan tanishinglar. U shifokori bo'lishni xohlaydi. Mana bu Emil bo'lsa,
Jenis orzularida poymol qilmoqchi. Bu tentaklar yana topishib olgani yaxshi bo'ldi.